Doyun bu bir avlat kişilerini vayron qilib ketadi. Aqibati intayin qo'rqinchli. Dunyoda qanday narsa eng bozorliq bo'ldi? Xumor qiladigan narsalar eng bozorliq bo'ldi. Davlatimizda tamakidan kirgan kirim qanchalik? Doyun abonentlar hozir qanchalik ketdi? Qaramoqqa doyun haqsiz. Lekin dunyoda eng qimmatli narsa nima? Vaqt. Siz mush mazmunni anglayotgan siz kitob ko'rmagili qanchalik vaqt bo'ldi? Ündidarda bir maqolani başdan oxir o'qib boqmalı qanchalik vaqt bo'ldi? Hesaplab baqdingizmi? Kunda doyunda qisqa filmdan nechini ko'rdingiz? 5 minutdan oldin ko'rgan mazmuningiz esingiz bormi yo'qmi? Tamak xumardan nima uchun kechirmaymiz? Chekkan vaqtki nech sekundlik xo'shallik uchun. Yemak xumarni nima uchun bosamaymiz? Yegan vaqtki nech sekundlik xo'shallik uchun. Doyundan nima mikrimizni uzmaymiz? 3 sekundlik, 5 sekundlik g'idiqlanish sababi. Seriq film ko'rsak bunchalik chiqib ko'rib ketmasdik. Bir kun zerikatdik. Ojiz, xumarlik, qisqa g'idiqlanish intayin qo'rqinchli narsamış. Qonunliqdir. Yemeklik bizning tenimizni semirtirdi. Doyun bizning mengimizni semirtirdi. Oziqlik qimmati to'van, hatto badanga ziyonli narsalarni ko'payishdan badanimiz semirib ketdi. O'xshashli oziqlik qimmati to'van, poch birat uchurlarning ta'sirida mengimiz semirishga boshladi. Kitapni qo'lingizga oling do'stim. Kitapni qo'lingizga oling. Men doyunni so'zlayotgan bilimlarning hammasi mana shu yerdan kelgan. Doyunda qisqa film ko'rishdan kelgan emas. 抖音